Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, videolarimizni kuzatib boruvchilar. Bugun 3-may kuni 2026-yil. Mana shu uzun vojimiz tagidagi 5 ta katta bioreaktorni ustiga gung tashladik, ya'ni chuvalchanglarga ozuqa tashladik. Hammasini ustiga qariyb 10 sm balandlikda yangi gunglar tashladik. Xudo xolasa chuvalchanglar tez orada bularni ishlab ishga o'tadi. Tagidagi bioreaktor 100% hammasi biogumuz holatiga kelgan edi. Chuvalchanglar ochiq holatda edi. Endi birdaniga yopishib, yana biogumuz qilishga shaylanishadi. Mana ustiga yoyib chiqilyapti. Aravada ikki tomonlama to'kilgan. Ozuqalarini mana berib bo'ldik. Biz qilayotgan ishlarimiz shulardan iborat. Yana eslatib o'tamiz. Bioreaktordagi ozuqa qolmagan bioreaktorlarda chuvalchangda kichkina holatga kelib qoladi. Sababi ozuqa yemaydi, kichrayib ketadi. Mana bu ozuqalarni tashladik. Chuvalchanglar yopishadi va tez orada yana katta bo'lib yirgilashib ketadi. Chuvalchanglarda joyida kichiklashib ketayotgani bu ozuqasi qolmaganidan. Ozuqani yegandan keyin yana yirgilashadi. Bundan tashqari yana 4 zil gung to'kdik. 4 zil gungni olib kelib oldik. Nasib qilsa yana ertadan boshlab biogumuzlarni elashni boshlaymiz. Sog' salomat bo'linglar, kunlaring xayrli va barakatli o'tsin.